Yangiqo'rg'on tumani yuridik xizmat ko'rsatish markazi boshlig'i Jamshidbek Yunusov tashrif buyurganlar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Kelayotgan bayramlar bilan tabriklayman. Sizni ham rahmat katta. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Kayfiyatlar a'lo albatta. Ko'p murojaatchilar tomonidan shu ish bilan bog'liq, ya'ni davlat ishida ishlaydigan yurtdoshlarimizdan savollar keladi bizga. Shu savollardan biri o'sha mehnat shartnomasi bo'yicha va mehnat ta'tillari haqida gaplashmoqchimiz. Mehnat shartnomasi avvalambor mehnat kodeksini mustahkamlab qo'yilganki, qat'iy belgilangan mehnat shartnomasi ish beruvchi hamda ushbu tashkilotga ish so'rab kelgan fuqaro, ya'ni ikki shaxs o'rtasida tuziladigan mehnatga oid munosabatlarni tartibga soluvchi hujjat hisoblanadi. Mehnat shartnomasi ishga qabul qilinayotgan shaxs hamda ish beruvchi o'rtasida tuziladi. Kamida ikki nusxada tuzilishi shart etib belgilab qo'yilgan. Bir nusxasi ish beruvchida hamda bir nusxasi ushbu xodimga berilishi belgilab o'tilgan. Mehnat shartnomasida belgilab o'tilishi shart bo'lgan masalalar bor. Bulardan biri, misol uchun, ishga qabul qilish kuni, mehnat shartnomasining davomiyligi, mehnat shartnomasining tamom bo'lish muddati, ish vaqtining normal davomiyligi, mehnat shartnomasida o'sha ta'tillar kunlari, ish haqi miqdori, shular belgilanishi qat'iy qilib belgilab qo'yilgan. Endi mehnat shartnomasi bilan birga ko'plab savollar bo'ladi. Ish jarayonida ham mehnat shartnomasini bekor qilish tartiblari juda ko'plab savollar keladi. Shunga bir to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mehnat shartnomasini bekor qilish umumiy tartibga ko'ra ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilish holatlari bor. Mehnat kodeksida belgilab o'tilgan hamda xodim tashabbusiga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilish bor. Hop, sud qaroriga asosan mehnat shartnomasini bekor qilish asoslari bor hamda taraflarning xohish irodasiga bog'liq bo'lmagan holatlarga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilish holatlari bor. Endi tashkilotlarda ayrim juda ko'plab uchraydigan holatlardan biri bu ko'proq xodim tashabbusiga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilish holatlari juda ko'p duch kelamiz hamda mehnat shartnomasini xodim tashabbusiga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilishi juda ko'plab savollar kelgani sababli shuni ham tushuntirib ketamizki, mehnat kodeksining 160-moddasida belgilab o'tilgan xodim tashabbusiga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilish asoslari 160-moddaga e'tibor beradigan bo'lsak, 8 ta qismdan iborat bo'ladigan bo'lsa, ushbu 160-moddada birinchi qismda yozib o'tganki, umumiy tartibga ko'ra mehnat shartnomasi xodim tashabbusiga ko'ra muayyan muddatga tuzilgan mehnat shartnomasini ham, nomuayyan muddatga tuzilgan mehnat shartnomasini ham xodim ariza yozib ish beruvchiga 14 kalendar kun oldin ogohlantirib, mehnat shartnomasini bekor qilish huquqi bor. Bu hech qanday cheklanmagan. Endi ayrim ish beruvchi xodimlarimiz murojaat qilishadiki, men 14 kunlik ogohlantirish muddatini kutmasdan, shu bugun o'zidan yoki ertasi kundan yoki indin kundan bir haftadan so'ng mehnat shartnomani bekor qilib, boshqa tashkilotimga yoki boshqa ish beruvchiga yoki o'qishimga ketishim kerak degan savol bo'lib qoladi. Buni ham albatta yechim bor. Mehnat kodeksining 160-moddaning 8-qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, xodim ish beruvchiga ariza yozayotganda, ariza mazmunida 160-moddada belgilab o'tilganki, boshqa tashkilot ishi kirayotgan bo'lsa yoki nafaqaga chiqqan bo'lsa yoki saylab qo'yilgan lavozimda saylangan bo'lsa, ushbu sabablarni ko'rsatgan holda arizasi mazmuni ichida ish beruvchiga mana shu yuqoridagi sabablarga ko'ra men bilan tuzilgan mehnat shartnomasini aytaylik 2026-yilda 13-mart kunidan boshlab bekor qilishingni so'rayman deb mazmuni hamda sanasini qo'yib ish beruvchiga ariza qiladigan bo'lsa, ariza ish beruvchi ushbu xodim arizasini o'sha kundan boshlab qanoatlantirib mehnat shartnomasini bekor qilish majburi bo'ladi. Hamda mehnat shartnomasini yuqorida aytib o'tganimiz 14 kunlik ogohlantirish muddati bo'ladi. Mehnat kodeksi 160-moddaning shu 4-qismida yozib o'tganki, yuqoridagi 14 kunlik ogohlantirish muddatini xodim hamda ish beruvchining kelishuviga ko'ra qisqartirish mumkin. Ya'ni xodim ariza yozyapti, men bilan tuzilgan mehnat shartnomasini yuqoridagi 14 kunlik ogohlantirish muddatini kutmasdan 2026-yilda aytaylik 14-mart kunidan boshlab bekor qilib berishingizni so'rayman dedi. Ish beruvchi ushbu xodim arizasiga rezolyutsiya qo'yib qarshi emasligini bildiradi. O'sha taraflar o'rtasidagi 14 kunlik ogohlantirish muddatini qisqarishga kirib ketaveradi hamda xodim iltimos qilgan kundan boshlab mehnat shartnomasini bekor qilib berishi mumkin ish beruvchi. Mehnat ta'tiliga to'xtaladigan bo'lsa, mehnat ta'tili juda har bitta xodimni istaymizmi yo'qmi, har yilda bir marta foydalanishi shart bo'lgan kafolatlangan yillik mehnat ta'tili bor. Hop, ijodiy ta'tillar bor. Ish haqi saqlanmagan ta'tillar bor, homidorga tug'ish ta'tillari bor. Bularga umumiy to'xtaladigan bo'lsam, mehnat kodeksining o'sha 220-moddasidan boshlab mehnat ta'tillariga tushunchalarga ta'rif berilganki, mehnat ta'tili o'zi xodim har yili o'z sog'lig'ini, mehnat qobiliyatini tiklash uchun olishi majburiy shart bo'lgan mehnat ta'tillari bor. U mehnat kodeksi avvaliy mehnat kodeksimizdan farqli ravishda yangi qabul qilingan mehnat kodeksimizda ta'til kunlari hop kalendar kunlari bo'yicha hisoblashga o'tilgan. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, avvaliy mehnat kodeksining 18 ish kuni edi. Eng kam mehnat ta'tilining davomiyligi 1 ish yilda texnik xodimlarga yangi mehnat kodeksi ushbu normaga ozgina o'zgartirish kiritish qilib 21 kalendar kun qilib belgilandi. Ya'niki texnik xodimlar jumlasiga kiradigan xodimlarga misol uchun 1 yilda foydalangan mehnat ta'tili eng kami 21 kalendar kun qilib belgilandi. Ushbu eng ko'p
ta'til kunlari esa bir ish yilda 56 kalendar kun tashkil qiladi. Ushbu ta'tillarni 21 yoki 56 kalendar kunlik ta'tillarni 56 kalendar kunga faqat qo'shib bo'lmaydi-yu, 21 kalendar kun yoki 27 kun yoki 34 kun ta'tilga chiqadigan xodimlarga qo'shimcha mehnat ta'tillari ham belgilab o'tilgan. Aynan o'sha Bular 56 kun deyotganingiz ham shu qo'shimcha olingan imkoniyatlardan ko'paygan. albatta. Mehnat Yo'q, e'tibor beradigan bo'lsak, maktablarimizda pedagog xodimlarimiz bor, o'qituvchilarimiz. Ularga qat'iy belgilab qo'yilgan 56 kalendar kunlik mehnat ta'tili bor. tushunarli. Hamda maxsus ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarimiz, o'shalarning tarbiyachilariga ham, pedagog o'qituvchilariga ham 56 kalendar kun qilib belgilab o'tilgan mehnat ta'tili. Hozir men sanab o'tadigan qo'shimcha mehnat ta'tillarim bor. Mehnat kodeksida belgilab o'tilganki, xodim ushbu tashkilotda yoki tizimda ishlagan har 5 yil uchun 2 kalendar kundan haq to'lanadigan qo'shimcha ta'til beriladi. Lekin buni jamlaganda jami 8 kalendar kundan oshib ketmasligi kerak bu qo'shimcha ta'til. Ish yili uchun. Aytaylik 10 yil yoki 12 yil ishladi, 4 kalendar kun qo'shib beriladi. 15 kundan 20 kungacha ishladigan bo'lsa 6 kalendar kun, jami 8 kundan oshib ketmasligi kerak. Xuddi shunda yana qo'shimcha ta'tillarimizdan biri xodimning 12 yoshga to'lmagan 2 va undan ortiq farzandi bo'lsa yoki 16 yoshga to'lmagan nogiron farzand tarbiyalayotgan oilaning a'zolaridan biriga 4 kalendar kun qo'shimcha mehnat ta'tili beriladi. Ushbu hozirgi aytib o'tgan qo'shimcha ta'tillarimizdan boya yuqorida sanab o'tgan 56 kalendar kun ta'til oladigan xodimlarimiz foydalana olmaydi. Sababi mehnat kodeksida 1 yillik mehnat ta'tilining eng yuqorisi 56 kalendar etib belgilangan. Tushunarli. Endi ish haq saqlanmaydigan ta'tilga ham qisqacha to'xtalib o'tib ketadigan bo'lsa, juda ko'p xodimlarimiz yoki ish beruvchilar xodim ariza yozyapti, ish haq saqlamagan ta'tillarni ish beruvchi berishga majburmi degan savol bilan chiqishadi. Ish haq saqlamagan ta'til xodim va ish beruvchi o'rtasidagi kelishuvga ko'ra bir kalendar ish yilida 3 oydan ortiq bo'lmagan muddatga beriladi. Ya'ni O'z e'tibor hisobidan bersak, chiqishni albatta nazarda o'z hisobidan ushbu holatda xodimni ish joyi lavozimi saqlanadi, lekin oyligi ish haq saqlanmaydi. O'z hisobidan mehnat ta'tiliga chiqadi. E'tibor beradigan bo'lsak, xodim va ish beruvchi o'rtasidagi kelishuvga asosan deyapti. Xodim ariza yozdi, lekin ish beruvchi uni ish vaqti, ish normasi ko'p bo'lsa qanoatlantirmasligi ham mumkin. Xabar SMS yuborilgan bizga. Assalomu alaykum Guldas ijodkorlari, mehmonimizga ham yaxshi mavzu uchun minnatdorchilik bildiramiz. Yoshim 55 dan oshgan. Yoshga taalluqli ozgina bezovtagarchilik kasalligim bor. Men qo'shimcha mehnat ta'tili olaman, lekin shu ta'tildan qaytaman desam, oxirgi kunlarda o'sha ish beruvchilar tomonidan shtat qisqargani va meni ishdan bo'shatishgani haqida ma'lum qilishdi. Bu qay darajada to'g'ri deganlar? Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Birinchi savolda hozir birinchi savolga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ish mehnat ta'tilidan qaysi to'g'risida? Masalan, xodim mehnat ta'tiliga chiqdi, aytaylik 56 kun yoki 42 kalendar kunlik mehnat ta'tiliga chiqdi. Faqat mehnat ta'tilidan tashkilotga xodimni chaqirib olish ish beruvchini tashabbusi bilan amalga oshirilishi lozim. Shu narsani xodimlar yaxshilab tushunib olish kerak. Ayrim xodimlarimiz mehnat ta'tiliga chiqadi-da, albatta bu yerda moddiy manfaat turadi. 5 kun foydalangandan ish joyimga qaytaman deb ish beruvchini oldiga ko'p kelish holatlari bo'ladi. Bu qonunchilikka zid hisoblanadi. Birinchi navbatda ushbu tashkilotda ushbu xodim ishlayotgan lavozimda ish normasi ortib ketgan bo'lishi kerak hamda ish beruvchi o'sha xodimga ehtiyoj sezish kerak. Ish beruvchi tashabbus bilan chiqish kerak xodimga, ya'ni mehnat ta'tilidan muddatdan oldin qaytarib olish to'g'risida. Muddatdan oldin mehnat ta'tilidan chaqirib oladigan bo'lsa, xodimga foydalanmagan qolgan, necha kundan foydalanmagan bo'lsa, ushbu ish yilida ish haq saqlanmagan holatda ushbu ta'tildan foydalanish majbur etib, buyruqda belgilab o'tiladi. Endi savolning ikkinchi asosiy mazmuniga o'tadigan bo'lsak, xodim mehnat ta'tilidagi davrda tashkilot qisqarganligi sababli u bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilish mumkin emas. Tashkilot shtatlar qisqarish bilan mehnat shartnomasini bekor qilishda birinchi navbatda ish beruvchi bir narsaga e'tibor berish kerakki, ogohlantirish ketdi, qisqartirish ketdi xodimga turib to'g'ridan to'g'ri xodimni ishdan bo'shatib olish chorasini ko'rmasdan, birinchi navbatda mehnat kodeksida belgilab o'tilganki, xodimga tashkilotda ushbu lavozimga mos keluvchi, ushbu xodim lavozimiga mos keluvchi boshqa bo'sh ish taklif qilish shart. Ushbu tashkilotda yoki malaka talabiga mos keladigan ish bo'lmaydigan bo'lsa, malaka talab qilmaydigan boshqa lavozim taklif qilish shart ushbu xodimga. Agar ushbu xodim o'sha ish beruvchi taklif qilgan ishlarni ishlashni rad etgan taqdirda, mehnat kodeksi belgilab o'tilgan ish beruvchi kamida 2 oy oldin ogohlantirib xodimni, ya'niki mehnat ta'til davrida bu o'tmaydi, ogohlantirish muddatiga kirmaydi. Mehnat ta'tilidan qaytgan kundan boshlab ish beruvchi xodimni kamida 2 oy oldin ogohlantirib, haftada 1 kun kamida ish qidirish uchun xodimni bo'sh vaqt, ish haq saqlangan holatda bo'sh vaqt qoldirib, 2 oydan so'ng xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasini keyin bekor qilish mumkin. Endi bular menimcha o'sha 55 yoshda ekanlar, yosh bilan bog'liq kasallik bezovta qilib turar ekan. Shu qo'shimcha ta'til olar ekanlar. Ko'p
shunaqa ta'tillari shuni tushundim. Qo'shimcha ta'tillar boya yuqorida sanab o'tgan ta'tillarimiz agar qisqaroq, misol uchun 21 yoki 27 34 kun ta'tilga chiqadigan bo'lsalar, qo'shimcha ta'tillarni ham olishlari mumkin. Faqat bu yerda xodimlarni mehnatga loyiqasizlik davri bo'ladi. Ushbu u endi mehnat ta'til toifasiga kirmasa-da, mehnat ta'tilining qo'shimcha ta'tillar, lekin ushbu kasalliklar tufayli qo'shimcha mehnat ta'tili hech qanday qo'shimcha mehnat ta'tili berilmaydi. Xodim agar nogironlik guruhiga kiradigan bo'lsa, ularga qat'iy 30 kalendar kun etib mehnat ta'tili berilgan. Birinchi, ikkinchi guruh nogironlarga lavozimda aytaylik boshqa xodimlarimiz misol uchun 27 kun yoki 25 kun ta'tilga chiqsa-da, nogironligi bo'lgan xodimlarga 30 kalendar kun etib qat'iy belgilab qo'yilgan, hamda nogironligi bo'lgan xodimlarni o'sha belgilangan 30 kalendar kundan to'liq foydalanish majburiyati belgilab qo'yilgan. Boyagi yuqorida aytib o'tilgan mehnat ta'tilidan muddat oldin chaqirib olish bularga mumkin emas. 18 yoshga to'lmagan xodimlar, birinchi, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro xodimlarimiz. Lekin boyagi yuqorida sanab o'tgan ish stajiga bog'liq hamda 12 yoshga to'lmagan farzandi borlarga beriladigan qo'shimcha mehnat ta'tillari bularga ham 30 kalendariga yana qo'shimcha qilib qo'shib berilishi mumkin. Rahmat deymiz va yana bitta savol. Xodim ishga kiryapti sentyabr oyida. U mehnat ta'tilini o'sha sentyabr 1 yil ishlab bo'lganidan keyin oladimi yoki o'rtada olish imkoniyati bormi? Mehnat kodeksida xodimlarni yangi ishga qabul qilingandan boshlab ushbu ish beruvchida 6 oy ishlagandan so'ng mehnat ta'tili berish belgilab o'tilgan. 6 oy to'liq ishlagandan so'ng mehnat ta'tili beriladi. 6 oy to'lmagungacha ham mehnat ta'tili berish mumkin bo'lgan xodimlar ro'yxati belgilab o'tilgan. Ular endi ularga to'xtalib o'tilmaymiz. 18 yoshga to'lmagan, birinchi, ikkinchi nogironligi bo'lgan, belgilab qo'yilgan ish joyiga bandlik ko'maklash bo'lim tomonidan yuborilgan shaxslar o'sha 6 oy to'lmasdan ham chiqishi mumkin, lekin umumiy qoidaga ko'ra xodim ushbu ish beruvchida to'liq 6 oy ishlagandan so'ng yillik mehnat ta'tiliga chiqishi mumkin. Ayrim ish beruvchilar shunday xatoliklarga ko'p yo'l qo'yishadiki, xodim 6 oy ishlagandan keyin mehnat ta'tili olish huquq paydo bo'lgandan keyin ariza bilan ish beruvchi misol uchun mehnat ta'tili beradigan bo'lsa, 6 oy ishlagan davrga mutanosib oz mehnat ta'tili berib qo'yishadi. Lekin mehnat qonunchiligida belgilanganki 6 oy ishlagandan so'ng xodimga to'liq mehnat ta'tili beriladi. Mehnat haqqi ham to'liq miqdorda to'lanadi. Faqat pedagog xodimlarimizga, o'qituvchilarimizga 6 oy to'lish shart emas. Aytaylik, aprel oyida bitta pedagog xodimimiz o'qituvchi bilan maktabga ishga kirdilarda, o'qituvchilar mehnat ta'tillari o'quvchilarning yozgi ta'til davrida berilishi qat'iy belgilab qo'yilgan mehnat kodeksida ushbu yozgi o'quvchilarning mehnat ta'til davriga to'g'ri kelib qolganda 6 oy to'lmasa ham ushbu xodimimizga, pedagog xodimimizga to'liq 56 kun mehnat ta'til kunlarini beramizda, lekin mehnatga ta'tilga haq to'lashda ishlagan oylarga mutanosib ravishda haq to'lanadi. Qolgan barcha tashkilot xodimlariga to'liq 6 oy ishlagandan so'ng to'liq mehnat ta'tili berilaveradi. Rahmat deymiz. Menimcha kerakli bo'lgan savollarga muhim javoblarni olishdi. Tashakkur etamiz.